Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Ishonsanglar agar hozirgina mana bo'shab telefonimni qo'limga olman. Chunki ertalabdan beri o'sha ishga chiqib ketdim, darsga bordim. Kamila opam darslarida edim. Endi chiqib hozir iftorlikka boraman. Kecha bo'lsa bizda iftorlik bo'ldi. Hamma yaqinlarim, oyim, adamgilar, akam-kenim, xullas opam, hamma qarindosh urug'larimga iftorlik qildik. Oyijon taraf ham, bu yoq men taraf ham hamma kelishdi. Sham bilan ovora bo'ldim. Lekin iftor bo'lgan bilan o'zim maza qilib o'tira olmadim. Bilasizlar, iftor vaqti kichkina vaqt. O'sha vaqt ichida hammaga hamma narsa qilib olib kirishga ham ulgurish kerak. Hamma ro'zador bo'ladi. O'shaning uchun bugun ishxonamdagi qizlar bilan ko'rish rejada bor edi. Ularga aytdim, "Давайте ko'chada ko'rishaylik. Bemalol o'tiraylik" dedim. Uyda katta iftor qilganmiz, hamma narsa bo'lsa ham, lekin "Давайте ko'chada" dedim. Shu udobniyroq-da, to'g'risi. Endi yaqinlar mazza qilib, kattalar baribir o'tirishdi uyda.